Hammasi shu SMSdan keyin boshlandi. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? 2-3 kun mazam bo'lmay shamollab qolganimda unchalik videolar ko'nglimga sig'mayapti deb istoriya ham qo'ydim, lekin obunachilarim ko'rib turganinglardek shunaqa SMS yozishdi menga. Hozir ancha o'zimni yaxshi his qilyapman, shuning uchun bu SMS ham menga juda ham katta motivatsiya berdi. Ko'rib turganinglardek oshxonalarni generalniy уборка qilib oldim. Qaynona oyijonim ham bir sizni obunachilaringiz sizga SMS yozmasin ekan deb kulib qo'ydilar. Lekin obunachilarim yozishmasa ham bu ishlarni o'zi qilaman har doim. Meni oldindan kuzatadiganlar bilishadi. Shunaqa qilib hamma ishlarimni bajarib oldim. O'zi kun bo'yi qilgan videolarimni 1,5 minutga sig'dirish juda ham qiyin. Shuning uchun like bosib menga obuna bo'lib qo'yinglar. Undan qiziq videolar hali oldinda birgalikda uylarimizni tozalab, shunaqa bir-birimizga motivatsiya berib ishlarimizni qilib olamiz. Faqat tozalash videolari emas, balki mazali taom retseptlari va shu kunlarda men sun'iy intellektni ham o'rganyapman. Xudo xolsa yangi videolar sun'iy intellektda bo'ladi. Sizlarga qanaqa videolar olganim qiziq, shunaqa kelinlik hayotimi yoki retseptlarmi yoki sun'iy intellekt bo'yichami kommentariyaga yozib ketinglar. Bu videoga like bosib qo'yinglar, ko'rib xursand bo'laman.